like bosib, podpisatsiya bo'lib, chorva ishqibozlariga manfaatli videolarimizni yuborib qo'yinglar. 4000 so'mga qo'ziqo'chqor oldingiz, 6 oy boqasiz. 6 oydan ko'p, kami kam. Nimaga unaqa deydigan bo'lsangiz, buni sabablarini keyingi videolarda qo'yib ko'rsatamiz. Ozuqamiz 750 ming so'm. Birinchi oy mashq qo'ylarimizga 150-200 gramm ovqat beramiz. Ikkinchi oyimiz 250-300 gramm. Uchinchi oyimiz ham xuddi shunaqa tempda bo'ladi. 4-chi, 5-chi, 6-chi oylarimizda 400 gramm, 500 gramm va 750 gramm. Bu bir mahalligi yem beriladi. O'shaning uchun birinchi, ikkinchi, uchinchi oyimizda 100 ming so'mdan, 3, 4, 5-chi oyimizda 150 ming so'mdan. O'pshi hisoblasa 750 ming so'm bo'lib chiqadi. Va bunga yarasha u qo'yimiz ham o'sib, ham semirish kerak. Bizdan olgan qo'yingiz o'rtacha birinchi oy 7 kilo, ikkinchi oy ham 7 kilo, uchinchi oy sal vес olishi boshlaydi 8 kilo. 4-chi, 5-chi, 6-chi oyda stabilniy 10 kilodan vес oladi. To'g'ri, men aytganimdek oxirgi oyda 12 kilo, 14 kilo, 18 kilo bo'lishi mumkin yoki qaysidir oy kamroq, qaysidir oy ko'proq bo'lishi mumkin. O'rtacha shu 6 oy boqqanimizda 52 kilo o'rtacha holatda vес oladi. Foyda bilan zarar bir xil yuradi. Bunaqa biznesni ayniqsa trijon bilan ishlashi chidagan inson aql bilan zakotini berib, chiroyli to'g'ri yo'nalishda parvarish qilsa, albatta Alloh barakasini beradi. Endi 35 kilo edi olganimizda 4 million so'mga 52 kilo semirdi 6 oyda yaxshi ovqatlarni yeb. O'pshi qo'shadigan bo'lsak 87 ming so'm, eng arzon narxda 78 ming so'm, hozir 135 ming so'm kilosi go'shti hisoblaydigan bo'lsak 6 million 786 ming so'mlik qo'chqor bo'ldi. 4 millionga olganingiz 6 oyda. Undan yegan ovqatini ayirib tashlaydigan bo'lsak, mana 4 million 750 ming so'm, 2 million 36 ming so'm kelib chiqdi. 2 million 36 ming so'm foydani biz 6 oyda ko'rdik. 6 ga bo'ladigan bo'lsa 339 ming so'm foyda bo'ldi. Ba'zi bir holatlarda bu foydamiz 500 mingga ko'tarilishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda 300 mingga tushishi mumkin. Bu sizning mahoratingizga va Allohning bergan barakasiga bog'liq. Endi demoqchi bo'lganimiz, bunda ham o'rtacha 300 dollar, 350 dollar pul tikasiz, oyiga 30 dollardan foyda. Ona qo'y boqib yoki qo'zi-qo'chqor boqqanda foyda deyarli bir xil. Hamma sharoitiga qarab boqsa va bilim darajasiga qarab boqsa manfaatli bo'ladi. Lekin o'sha narsani esdan chiqarmaylik. Nalog to'lash kerak bo'lsa, to'laylik o'rtoqlar. Nalog to'lasa shu soha rivoji uchun balkim bizga arzonroq qo'zi-qo'chqorlarni chetdan olib kelib berishar yoki arzonroq yerlarni berishar, qanaqadir ustupkalar qilib berishar. Ustupkalar qilib bermasa, arzon qo'y olib kelib berishmasa ham bizning xalqimiz, sizu bizni ota-onamiz, farzandlarimiz o'zimizda yetishib chiqqan mahsulotni muzlamagan ishonchli halol go'shtni yeysa ham o'zimizda mana chet eldan fura tonnalab go'sht kelyapti-yu, o'shalarni o'rnini bossa ham 135 mingdan xalq oladi. Mana ro'zada o'zim sotib ko'rib guvohi bo'ldim va sizlar ham guvohi bo'ldinglar. Bitta borganda 1 soat, 2 soatda tonnalab go'sht sotdik. Va bizdan ko'rib davomchilar ham sotishyapti. Biz ham ustozimiz Dimka 004 dan ko'rib sotganmiz. Va go'sht mahsulotini davom ettiramiz, faqat ozgina vaqt yetmayapti. O'shaning uchun mana shu qo'y temasiga e'tiborimizni qaratganmiz. Demoqchi bo'lganimiz, bizga ustupga yaratib berishmagan taqdirda ham ayrim insonlarga o'xshab to'polon qilmaylik. Nimaga soliq to'lashimiz kerak? Soliqni amaldorlar yuboryapti. Yo'q, soliq yana men qaytarib aytaman. Bizning armiyamizga, yurtimiz tinch, qo'riqlash xizmatimizga yoki bo'lmasa mana meditsinani qaysi turlari bepul. Ayniqsa poliklinikalarimizda farzandli bo'lsa, ularni turli xil bir nechta o'nlab kasal bo'lib qolmasligi uchun privkalarimiz mutlaqo bepul. Mana shu sohalarga yo'naltiriladi deb o'ylayman men. Bular o'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Kimdir kelib, "Men xalqingga qo'riqlash uchun men senga pul demaydi" yoki bo'lmasa kimdir kelib, "Men xalqingni vaksinatsiya qil, kasallik kamaysin" deb turib vaksinaga pul bermaydi. Soliq to'layotganlarning shularga ketadi deb o'ylayman. Yana keyingi masala shu, qo'yda baraka bor. Qo'y boqinglar, gapim esimdan chiqib qoldi. Zo'r, xudo xolasa hammaga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Endi qo'chqorga qachon o'tamiz? Qo'chqordan daromad olish. Qo'chqorda daromad zo'r. Ona qo'ydan ham, men kichkina qo'zi-qo'chqordan ham men boshida birinchi tajriba qilganim shu 4,5-5 millionlik qo'zi-qo'chqorlarni olganman. Qanaqa? Mana 10 kilo vес oladigan paytiga kelib qoladiganlar bor. Ana o'sha qo'chqorlarda daromad juda ham yuqori, faqat unga ham ozgina tajriba kerak va ratsion. Boya gapim esimdan chiqib qoldi dedim, o'sha gapni aytib o'tib ketaman.
bizani o'zbek aholisini bir kamchiligimiz bor. Meni ham kamchiligim bor, sizni ham kamchiligingiz bor, tan oling. Nega? Libboy doktorning eshigini tagiga boring, tirband soatlab o'chir. To'g'rimi yo noto'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Libboy vet aptekaga boring, doriga o'chirt. Meni ham doktor deb o'ylashadi. Men ham ustozlardan maslahat olib qo'y boqaman. Bizning ham qo'yxonamizda pateri bo'lib turadi, kasallik bo'ladi. Bu tabiiy hol. Ustozlarga qilsam Zaynat, doktorlarga telefon qilsam Zaynat. Demoqchi bo'lganim, o'zbek xalqimizni kamchiligimizni o'zi ota-boboyimizdan qolgan maqol bor. Kasalni davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi deyshadi. Endi qarang, oradagi tafovutni. Doktor Zaynat, apteka Zaynat, molda ham, odamda ham. Vet vrach ham Zaynat, vet apteka ham Zaynat. O'chirt, dorilarni tonnalab sotishyapti. Odamda ham doktor ham Zaynat, har doim o'chirt. Liboy joyga borsangiz, apteka u ham Zaynat. Lekin aptekaga kirsangiz, vaksina so'rasangiz, sotilmagan vaksina, surib o'tib ketgan. Yoki bo'lmasa, mesestralar eshikdagi, "Ey, palonchi-yu, bolani vaksinaga olib chiq", tekiniga deb yalinib yurishadi. Antibiotik narxi 70 ming, 100 ming, 200 ming bo'lib yotibdi. Vaksina dorilar narxi 5 ming, 10 ming bo'lib yotibdi. Lekin hech kim profilaktika qilmayapti. Formalillik suvdan o'tkazmayapti. Qo'tir bo'lsa davolayapti. Menga millionlab yozishadi. 165 mingtadan 1% yozsa 1600 so'm kuniga yozadi. Tasavvur qiling. 0,1% telefon qilsa 160 odam kuniga telefon qiladi. Faktiski biz fiziki ulgura olmaymiz javob bergani. Ayrimlariga aqlimiz yetadi, ko'piga aqlimiz yetmasligi mumkin yoki qaysi dori qanaqa holat trijonni ko'rmasdan turib tashxis qo'ya olmaymiz va dori eta olmaymiz. Demoqchi bo'lganim, kasallik juda ham ko'p, lekin vaksina hech kim telefon qilib qo'ya oldim kasal bo'lmasligiga nima qilay degan savol berishmadi. Menda ham shu narsalar boshimdan o'tkazganman. Shuning uchun kasal bo'lmasligiga vaksina qilishni. O'sha aytolmayki, ona qo'yda etdi. 6 oyda bir marta vaksinatsiyalarimiz bor. Ona qo'y, qiz bola qo'y holatiga qaytaramiz degan. Shunaqa lechkalarni qilinsa, bu jonivorlar 10 ta, 15 ta, kerak bo'lsa 20 tagacha bola beradi. Keyin undan keyin nima bo'ladi deydiganlarga, bu qo'ylarni bola bermay qolgandan keyin 300 dollarga oluvdingiz-ku. 2 oy yaxshilab yem bersa, mana o'zing guvohi bo'lding. Allani semirganini, allani singisini semirganini va allani opasi semirganini. Eng qizig'i bor, hozir mana allapani tanidim. Buni hamma xalq taniydi. Sinisini topolmadim-da. Qarasam, yaxshilab qarasam mana. Opasini-chi? Opasini vashi. Yo'q deb ishonmading-a? Sotorsan deb o'yladim, to'g'risi topolmadim orasini. Kattalashtirib tutib chiqaymi? Mana sinisi. Ko'rsataymi? Ko'rsat. Allani sinisini, qizini ko'rsatdik-a videoda. Ha. Endi allani opasini ko'rsatamiz, topamiz. Demoqchi bo'lganim mana qara. Oxirida qari qo'y bo'lib qolgandan keyin xalq duo qiladi. Mana shu qo'ylarni 2 oy semirtirsiz 45-50 kilolik go'sht qiladi-da. 135 ming emas, ona qo'y bo'lganiga. 100 ming so'mdan so'yib tarqatib yuboring. 5 million, 6 million pul bo'ladi. Tikkan pulingizni foydasi bilan chiqarib olasiz. Ani oyiga bergan 30 dollardan foydasidan tashqari. Endi sizlarga natijani ko'rsatamiz. Hamma ko'rgan allani o'zi mana. Allani o'zi. Yugurishini qaranglar. Allani sinisi mana. Mana allani sinisi. Tutib bo'lmaydi. Boshida o'laman deb qabr ko'lab qo'ydi shunga mana. Orqasidan ol. Endi allani opasini lekin tutib ko'rsaman. Odamlar natijani ko'rishsin. Mana allani opasi. Indamasdan limuzin bo'lib ketdi, limuzin. bu to'g'rilicha yana kichkina qo'ydi, o'stirib yubordi. Indamasdan mana 50 kilo go'sht qiladi shu yana bir oy yemaysiz. Hozir 40 ta 45 ta bo'lsa kerak. Mana qari qo'y, lekin bola beryapti. Bolasini ajratganmiz, ko'rdinglar, u sotib yubordim. Bolasi to'ri ustida ketdi. Uyimda turibdi, boqib beryapman. Yana bu bo'g'oz hozir. Aytganimizdek, xudo xolisa bola olishda davom etamiz. Alla ham bo'g'oz, allani sinisi ham bo'g'oz. Qo'chqori ichida yurgan. Lekin o'sha gap ko'z bor narsa. Mashalloh ko'z saymasin deb qo'yinglar. Qo'ramizga Alloh baraka bersin. Zarardan Allohning o'zi asrasin. Niyatimiz xolis. Konkurent ko'p bo'lsa o'sish bo'ladi. Arashanchilarning ham gapi to'g'ri, arashanchilarni yomonlayotganlarning ham gapi to'g'ri. O'zi aytadi-yu, hamma joyda rizq Allohdan,
harakat qilsangiz bo'ladi. Faqat pul foydani o'ylamang. Ozgina xalqqa o'ylang, Alloh barakani qayerdan berganini o'zingiz bilmay qolasiz. Pateri bo'ladi. Lekin 400 ta, 500 ta, 100 talik qo'yxonada pateri bo'lsa, 5%, 3% pateri 100 ta qo'yingizdan 4 ta, 5 tasi o'lib qolsa ham siqilmang. Chunki nochoch yuboradigan bo'lsangiz, hamma qo'yingizga bitta qo'yingiz o'lib qolsa, bir 15-20 ming, uzog'i 50 mingdan ustiga minadi. Lekin 10 ta, 20 ta, 30 ta qo'y ovotganlar iloji bo'lsa, sal qimmatrog'ini ishonchli xo'jaliklardan, o'zimni molimni reklama qilish niyatim yo'q. Bunaqa ko'p sotuvga qiziqmaymiz. Ishonchli sog'lomlarini chertib 100 ming, 50 mingiga qaramasdan oling. Nimaga sabab? Mana men 4 million ko'rsatyapman-ku, mana shunaqasini oling. Sababi 10 ta qo'yingizdan bittasi o'lib qolsa, qolganiga 300 ming, 400 mingdan ustiga foyda minadi. Sizni 1-2 oylik foydangiz yuvilib ketadi. Siz 10 ta, 20 ta qo'y boqyapsizmi, sizda pateri bo'lish kerak emas. Siz 100 ta, 200 ta qo'y boqyapsizmi, 300 ming, 400 mingdan optimaga arzonroq oldingizmi, 30-40 millionga siz arzon qo'yapsiz. Ichidan ikkitasi o'lib qolsa ham 3 milliondan 6 million. Baribir siz 15-20 million arzoniga olyapsiz. Shuning uchun optimum otganni arzonroq oling, donabay otganni qimmatini oling. 10 ta 20 ta boqmoqchisiz. Bu mening fikrim, tajribamdan o'tkazgan narsalarimiz. Uyalmasdan, erinmasdan, og'rinmasdan, tortinmasdan bundan oldingi 25 tami 30 ta 2 marta sotdim. Qimmatroq olishdi, lekin telefon qilib duo qilishdi. Haqiqatda oyiga 7-8 kilo oldilar, 15-20 kilogacha semir berdi. Otangga rahmat deb duo qilishdi. So'yib yedik, zo'r chiqdi, sog'lom chiqdi. Qurbon hayitda sotamiz, reklama qilib berasan deyapti. O'zim ham qimmatroq olganman, 50 tasidan zo'r natija oldim haqiqatda. Faqat interval bilan ovqat berib, interval bilan lichena qilishdi. Bular haqida ham savollar ko'p. Qo'y temasi juda ham savollarga va bo'linadigan mavzularga boy tema. Bizning maqsadimiz mana bunaqa darsliklar tayyorlab pul qilib sotish niyatimiz yo'q. Ashlarni shu 135 mingdan go'shtini sotsa yetadi bizga. Sapojnik bez sapog deyshadi-yu. Hammaga gapirib o'zim amal qilmadim. Dorini qimmat bo'lsa ham originalini ishlatinglar deyman-ku. Mana shu qo'yxonamizga yangi parcha qo'yib keldim 150 ta. Mana dorilarni berinsam hisobladilar-da, 4 milliondan oshiqroq pul etishdi. Bir kurs licheyni ozgina oshig'i bilan. Oho, juda qimmat bo'lib ketyapti dedi. Mana kasali bor orasida. Eslab qol shuni. O'sha qo'zi. Mana ko'rganinglarda ukol qilib oldim. Ertaga повторini qilaman, yo'qotib qo'ymaslik uchun oq kraska sepib qo'ydim. Orada 5-10 ta bor shunaqa yo'talayotganlari. Qisqasi qimmat bo'lib ketyapti, arzoniga uchdim. Arzoniga uchdim-da, mana ta'sir qilmadi ko'piga. Ukol olganlar o'zi sog'lari tuzalmadi, kasal ham bo'lmadi. Kasallari mana tuzalmagan. Bizni to'g'risini desam, homiylargina pul to'lasa dorini, yaxshi dorini, rezultat olayotgan dorilarimizni reklama qilamiz. Addi shu o'rganaman kelganlarga ko'rsatib, yo'l yo'rini o'rgatamiz. Demoqchi bo'lganim arzoniga uchmaydi. Qo'yni boqayotganda ovqatidan, uni sharoiti, komfortidan eng asosiysi shu lichenasi. Bir kurs lichenasidan yoki kasal bo'lgan dorisidan pulni ayamanglar. Rasxod qanchalik katta qilsangiz, foydan katta bo'ladi. Rasxodni siqasizmi, foydangiz kamayib ketadi. Bu bizning amalda ko'rayotgan narsalar. Hammasi sodi, bitta o'sha yo'tali yurtdi. Agar boshida qimmat ukolni qilganimda, 1-2 million pulimni ayamaganimda, mash qo'zi ham 20 kun 1 oyda hozir 1,5 million, 1 million 800 ming bo'lsa, o'sha doridan ekonom qilgan 1 millionim chiqib ketdi o'sha. Kasal bo'lganning hisobiga uncha semirmadi, ozib ketdi, o'smadi ham. Naryoqda 2,5 million, 3 millionlik qo'zilarga chiqib ketgan bo'lardi o'sha. O'shaning uchun doridan pulni ayamanglar, yem xashaydan ham. Boshida yana bitta xatoyim, arzon ovqat beraman dedim, barda olib keldim. Yoki bo'lmasa yemni arzon qildim, beda qimmat dedim, bedadan pulni ayadim. Bular hammasi ko'sh qataradigan narsalar. Shuning uchun xashay, yem xashaydan pulni ayash kerak emas. 1 oy oldin beda 50 ming edi. Agar olib kelganimda hammasi o'sha Allahning opasiga o'xshab ketgan bo'lardi. Pulni ayadim, semirishi kamaydi. Semirdi. Ana naryoqdan bittasi o'tadi. Semirmadi emas, lekin natija bizni kutgandek bo'lmadi. Mana bu yerdagi 30 dollarlik foydamiz qilgan ekonomimiz hisobiga 25 dollar, 20 dollarga tushib qoldi. Shu xatolarga yo'l qo'ymaydi. Dorilar, yem xashi
uki bilan licheniyasi, yemi, ratsioni haqida keyingi videolarimizda sekin-sekin qo'yib boramiz. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Xalq uchun xizmat qilamiz, bilganlarimizni bilganimizcha ulashyapmiz. O'sha gap. Biza borini boricha aytamiz.